Sizlar aldın qıtdım, mən sizlərə yürüşlük odlarını çıxarsam, şunçilik yaxtığan tanlar, lekin ranglarını faqat müş tötlam ranglarmı degan tanlar, bugün mən sizlərə 4 xil rangni ekeldim, birlik ko'rib yaqanlar. Bu yürüşlüklərimizmi oxşashlam sapaqtıdan ishlangan. Bu rang o'g'il qiz buvoqlarimizga o'rtaq mos keldi. Tug'ut tayyorlik qilayotgan qizlarningmi mish rang tanlashlarini tavsiya qilman. Sirtmisi men oldi tarafga o'rlashtirilgan qizlar, qat'iy ballarni biyarim qilmaydigan tarafidan. Buni ichidan yana biz bir tal qo'shaslarni oldirib turib qildigan yerlik sapaqtiniki shunchalik yeni chiqdi ham shunda issiqi bor. Bu yutqini, bu bo'qimizni yotqizdigan yeri, bu taglardan tortib yerleri kızlar sap yerlik paxtimiz bir tal yostiqim billalet boyunca çıkıdı. Endi kızlar bunun uzunluğu 90 santimetr boyunca çıkıdı. Bir yaşqıcamlik ballarımız kankangri alet boyunca yatalaydı. Ballarımızdan iş çoğayğansır boyu ösü demez. O boyu öskenden keyin ayğı tarafını içivtip, mayli karotimizga qo'yib olsaqim bo'ldi, yada ko'pimizdan qishi qo'yib olsaqim bo'ldi, put tarafini içivtib yotqizalaymiz. Bu tunji bo'lib ko'rsatganim tunji birinchi rangi yana 3 xil rangligi bor. Filmni seyretmay bir tal haqsizliklarni dagach ko'ranglar. Qizlar bu bo'lsa qahvarang boyunca chiqdi. Rengi bilan atlasning qismi shunchalik mos kelgan, ranglarning birisi shunchalik mos keltirib turib chiqadi qizlar. Jug'andan keyinmi qat'iy rangi o'ngib ketadigan ishlar yuz bermaydi. Ballarimizning terisiga gomen qilib ketmaydi qizlar. Bu yurishimizdan o'xshashlam uzunlik 90 santimetr boyuncha chiqadi. Bir tal umaq yostiqini bilsab beramiz. Sizlarga buni ichdim yerlik paxta bor. Agar sizlarningki yana boshqa rang ehtiyojinglar bo'lib qolsa, shu bo'yicha qilib bersak bo'ldi. Qo'shmoq buvoqlarimizga tayyor qilib beralamizmi qizlar? Kangtaliqini sizlarga o'lcham bo'yicha tayyor qilib bersak bo'ldi. Qizlar maram bek chiroyli chiqdi o'jimon. Mənim ko'rib yaqanlar. Mana rangini ko'rib baxsanlar bo'ldi. Qizlar qiz o'g'ilga o'rtaq holatda mos keldi. Endi ish tarafdan uchun qizlar yo'gakning o'rnini ishlatalasizlarmi? Doktorxonaga chiqadigan yo'gakning o'rnida. Balni beshini sep qo'ydigan yerini tang holatda tik tegizdi. Asti tarafdan shunda yo'gak qilalaymiz. Yostiqmi bor. Buni uzun qisqilqi o'xshashlan 90 santimetr bo'yicha laylatdik. Bu yurishimizdan mayli raqti jihatdan bo'lsin, ichida paxtlar bo'lsin, butun 100% sap paxtaninki 3 yurish bo'yicha qulanlar bordi. Yotqini, andin umaq yostiqi, cho'ng'alatiki o'disi. Qizlar endi ko'rsatadiganim bo'lsam, cho'ng'ilning ko'ziga intayin chiroyli ko'rinadigan bir yurishlikni keldim. Ishonsan cho'ng'lar cho'qim avatib yiqqanlarmi, qaysi eng yoqtirdi. Mana buning ko'rinish jihatdan shunchalik chiroyli holatda chiqdi. Apalarimiz cho'qim bek yoqtirdi juma qizlar. Balalarimizni qat'iy qizdi o'tmaydi, talti o'tmaydi. O'xshashlam sanjenta holat bo'yicha chiqdi. Mening gullarim shunchalik chiroyli juma qizlar. Qizlar bu odlarni yoqtirdinglarmi? Qaysini eng yoqtirdinglar? Sizlarning ummaq malikalaringizga, shaxsiyatlaringizga qaysi eng mos keldi-ki? Bundan sirt qizlar ranglari bunolar ham chekilib qolmaydi. Ranglari, nusxalari intayin ko'p holatda chiqdi. Qog'ni sizlarning telefonlarga asosan biz layl turib ishlab chiqarib beramiz. Yoqtirgan ranglarni cho'qim inkasroyni qoldirib qo'yishni tutqanlar. Bu daqiqadan men sizlarga yampin chiqarib bergan vaqtimda sizlarning yoqtirish uslubinglarga qarab nusxalarni chiqarib beraman. Agar yoqtirsanglar, ayrimxon zakaz qilsanglar bo'ldi, men sizlarni ayrimxon saqlayman. Bu daqiqani ko'rishlik, xayr xo'sh.